Assalomu alaykum, bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, mana bugun sizlarga Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Tugal mahallasidan haqiqiy udar bo'lgan hisorlarni tozalari bo'lgan o'z tulaydigan mana shunaqa simjun variantdagi qo'ylarni topib qo'yganmiz akalar. Xudo xolasa akalar, mana sizlarga hamma ma'lumotlarni o'sha arzonchi optim Siroj akamizdan sizlarga yetkazaveramiz. Akalar, e'tibor beringlar, qanaqa qo'ylarni sizlarga o'ziga ko'rsatyapmiz. Videoni boshidan bitta like bosinglar, xudo xolasa. Buni ichida ona bolasini eshita, mana ko'ringlar bolalarni. Bo'g'ozini eshita, hamma ma'lumotlarni sizlarga sekin-sekin yetkazaveramiz. Bu yerda ozmas akalar, ancha qo'y mana ko'ringlar, qancha. Oho, mashalloh, Allohumma barik. Hammamizga nasib qilsin akalar. Bu yerdagi qo'ylar oddiy qo'ylar emas, haqiqiy hisori mana shunaqa o'z yaltiroq simjun variantdagi qo'ylar. Endi ma'lumotlarni Siroj akamizdan sekin-sekin yetkazib boraveramiz. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bo'ladi aka. Joningiz sog' bo'lsin aka, mana ko'ryapmiz, hamma qo'ylaringiz zo'r. Buni qarang aka, qanaqa qo'ylar olib kelgansiz? Zo'r. Yashang. Bu xalqimizga yoqadigan haqiqiy toza qoni tozalardan aka, yashang. Bu bolalari ham ancha-ku bularni. O'zi Suqrobjon 30 boshi bolali qo'y, 100 tasi yilini to'ldirgan, uzoq 20 kunda tug'ib bo'lar qolgani ham. Yashang. Aka, bu hozir 130 ham shunday. 130 bosh qo'y bor. Buning ichida hozir egizlari ham bor, egiz tuqqanlari ham bor, tug'adiganlari ham bor, mana 1 kun 2 kunda tug'adiganlari ham bor egizda. Shunaqalar. Xullas, yetuk bo'g'ozlardan olib kelman. Mana bir boshdan ushlab ko'rsataman, kelva. Aka, o'zi sizda tug'adi mana, shu kun erta tug'adi. Mana aka. Egizchi qo'y mana shu ham Suqrob. Mana bu qo'y ham egizchi qo'y mana. Mana. Qo'yni sortiga. Aka, haqiqatan qo'ylaringiz, bo'ylarini ham bilaman. Tishlarini ham ko'rib olaveramiz. Haqiqatan 90 plyus. Mana akalar. Bo'yin nechidi aka obunachilar? Sredniga 85 plyusga olishursiz. Gap. Siroj aka, ko'rdim, hammasi zo'r. Bu yerda ortiqcha gap, qo'yni ortiqcha ta'riflashga hojat yo'q aka. Xuddi shunday. Aka, qo'ylaringiz zo'r, ko'z tegmasin. Zo'r hammasi. Endi bitta narsani sizdan so'rab olay. Aka, buni sog'ligida hech qanaqa muammosi yo'qmi? Suqrobjon, qara. Birinchi navbatda senlardan ham telefon qilib so'raydi. Sog'ligida muammosi bo'lsa. Shunday aka. Chiqarganiga javob berish kerak bunga. Bir hafta. Avvalo jon Allohniki. U gap ham endi Xudoga shirk keltirish, sog'lig'iga muncha garantiya beraman. Lekin yemagan, ichmagan bir hafta garantiyasi bor Suqrob. Mana akalar. Xudo xolasa, bu degani hozir o'zimning qo'limda sog'lom hech qanaqa muammosi turibdi, deyaptilar. Xudo xolasa akani nomerlarini pastda qoldiramiz, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Aka, men hozir endi uch xil rakusda ko'rsatyapman. Birinchisini yaqindan ko'rsatdim, ikkinchisini men uzoqroqdan ham ko'rsatyapman. Qo'yingizda kamchilik yo'qligi birdan bilinsin aka. Mana aka, endi bari aytadi, yaqindan olibsan, tepaga chiqarib olibsan. Mana akalar, ichiga kirib ham ko'rsataveramiz. Aka, men buni ko'ryapman. Ona bolalar ham o'zi uncha emas ekan. Bu qo'shqorlar ham udar bo'lgan aka. Men o'zim ko'rishim bo'yicha. Mana shu qo'zlarni menga qara. Suqrob, yana bitta narsa, bo'g'oz narxida beraman ona bolani. Yo'q-a? Bo'g'oz narxi. Mana akalar. Ona bolani xudo xolasa, mana ko'ringlar. Bo'g'oz narxida berib yuboraman deyapti. Bo'g'oz narxida mana shunday ona bolaga 30 ta ona bola qo'yam ketadi shuni ichiga. Aka, 30 tasiga alohida narx qo'ymaymiz. Yo'q. Bitta qilib ona bolani narxiga xudo xolasa berib yuboramiz. Bitta joyda hammasi. Aka, birinchi so'rab olay. Bu gaz yo'q, boshqa yo'q degan bir 3 kun Xudoga shukr, mana hozir yaxshi bo'lib qoldi. 3 kunlardan beri dastavkasini nima qilamiz aka buni? Qara, Suqrob, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Mana akalar, dastavka. Men Samarqandgacha odam tanlamayman. Aha. Odam tanlash to'g'ri kelmaydi bizga. Mana akalar, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bo'lyapti akalar. Endi aka, odamlarni ko'p kuttirmaylik. Narxini birinchi gapiring aka, keyin qolgan ma'lumotini bilmaganimizni aytaverasiz. Xuddi shunday, qara. Bo'g'oz balali, boyagi qo'z sonasi qatoriga ham, egizi ham, yakkasi ham hammasi bir joyda olgan odamga 5 million 900 ming O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Aka, to'xtang. Men endi to'g'risi, men o'zim hozir G'uzor mol bozoridan kelyapman. Bugun bilasiz, G'uzorning bozori. Aka, shuni 5 million 900 demang. To'g'ri, bunday qo'y kirmaydi G'uzorning bozoriga. Endi akalarimiz G'uzordagi mol olib chiqqan akalarimiz xafa bo'lsa ham to'g'risini aytay. Bunday qo'y kirgani yo'q, men o'zim ko'rmadim. Lekin narxi aka qimmat emas, rostdan yomon emas. Shuni 5 million 800 qilaylik aka, 100 ming bir siylaylik odamlarni. Qara, bo'pti, 5 million 800 dan o'zlari olib ketsin. Yo'q aka. Men dastavka qilib beraman. Yo'q aka, unday qilmang, sizga yarashmaydi. 5 million 800 dan ham dastavkasini qilib bering. 5 million 800 dan ham dastavkasini qilib bering. Bolalisi ham borda. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Mayli 50 ta bolalisi bo'lsa ham sizga yarashmaydi. Gapni ochig'ini aytay. 30 ta bolalisini ham o'sha narxga berasiz. Endi o'yinni buzmang aka, o'zingiz tilingizdan chiqqan gap aka. Faqat men dastavkasini so'rayapman, 100 ming arzon so'rayapman aka. Gapimda eshit, bo'ldi gapni. Bir joyda olgan odamga bol dastavka qilib beraman. Yashang. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. 130 ta qo'yimda bir joyga olgan. 30 tasi bolali, egizchisi ham, egiz tug'adigani ham hammasi bitta joyga ketsa. Aka, endi bitta savolda, taxminan necha foiz bu yoqda egiz tug'adi? Bir soni, masalan, bir 10 tami. Men birodan olganman. Yashirmayman, tirikchilik meni. Yashang aka. Tirikchilikka olganman. Buning ichida 23 ta egizchi qo'y bor deb ko'rsatgan. Ko'rsatib ham beraman. Men ko'rsataman, bitta yilini to'ldirgan. Shunday. Egizchi qo'yladi. Qo'y, menga qara, mana shu qo'ziz kattalar bor, mana sarqo'rqasda qo'zisi, mana shu qo'chqor qo'zi. Mana shular o'zlari adder masalan sotsa bozorda 9 million 8 million sotadi. Men 5 million 800 sotaman. Ketib qoldi. El erta mana kommentariyaga ham yaxshi gaplar yozsin. Yaxshi gaplar yozilsa erta nima deydi?
o'zi yaxshi fikr kerak hammaga. Shunday aka. Yilni boshidan biroq. Aka bo'lmasa bunday qilaylik. Dilqirachilik. Hammasini o'zini yo'liga, lekin rostdan chiroyli narx bo'ldi. Biz o'zimiz ko'raveramiz. Endi ko'p kishi noto'g'ri tushunishi mumkin. Sen baribir o'sha savdogar tarafini olasan yo bo'lmasa o'sha reklamaning pulini olasan. To'g'ri, biz bepul qilmaymiz aka. Gapni ochib pulni olamiz, lekin yaxshi molni yaxshi deyman, yomon molni yomon deyman. Akalar ko'rdik, hammasi yaxshi. Aka nomerlarini pastga qoldiraman. Tezroq telefon qilib baraka qo'ysalaringiz bo'ladi. Mana shunday qo'ylarni topish uchun ham o'zi bozorda ancha aralash kerak. Uka, Suhrob. Aha. Sen eshit meni gapimni. Mana shu qo'ylar masalan xo'p kommentariyaga yozadi. Baland bu qo'y 4 million narxi, 6 million narxi deb. Endi masalan o'sha dehqonni o'zida tursa ham shu qo'y 7 millionga bermaydi. Shunday aka, mana ko'ring. Dehqon 7 millionga bo'ydoq qo'ydi bermaydi. Shunday aka. O'shani tushuninglar, negativ yozishlar. Shunday. Aka o'zi bunday deyshadi, dehqondan uncha-munchaga arzon mol olib bo'lmaydi. Yo'q, mana shunda 2 tush qo'ygan masalan hech qanday kanalga 7 milliondan kam qo'ymaydi. 4 tush mana. 4 tush ekan akalar mana. Yilini to'ldirgan qo'y. Yashang. Shuni ham tushuninglar. Aka hammasi zo'r. Nomeringizni qoldiraman, xudo xolasa telefon qilgan odamlarni xafa qilmay bir chiroyli narxida yana ham kelishtirib berasiz aka. Bo'ldi, aytaman 30 ta bolalisi bor, 5 million 900 dan O'zbekiston bo'ylab dedim, yo'q sen 5 million 800 hammasi buncha do'konga. Endi yana bir narsa, oydinlik kiritay. 10 ta olaman deganga qanday? 20 ta olaman deganga qanday deb savol berasan, to'g'rimi? Tayoqdaylarni bir ko'rsating aka. Mana, ke og'a, olasan, bo'lib olasan, mana ke. Mana aka. Ke, bo'lingandan keyin qo'ydi ichlari bilan ko'rsatdi, mayda chiqib qo'yamas qo'y. Ke. Qo'y haqiqatan ichlariga kirib ko'rsatsak ham yomoni yo'q deyapti. Ke, qo'shmanglardan qara. Mana akalar. Mana. Suhrob. Tayoqdaylar shunday bo'ladi. Hech kim yutqizmaydi. Shunday. Men yutqizsam ham oluvchi yutqizmaydi. Shunday. Olgan odam 7,5 million 8 millionga bermayotgan qo'yim ham qo'shilib ketadi. Yashang aka. Qo'yimni ichida eng pasti ham o'zi 5,5 millionlik qo'y yo'qmi ichida? Shunday. Chunki bari yilini to'ldirgan qo'y, bir haftada tug'ib bo'ladigan qo'y. Mana akalar, ko'ryapmiz, hammasi haqiqatan udar bo'lgan, holatlari zo'r bo'lgan qo'ylar. Mana egizchi qo'ylardan Suhrob mana. Mana shu ham egizchi deb ko'rsatgan egasi. Ke mana ona yilini ko'rsat mana. Akalar, o'zi yelinlar tayyor, tug'adi. To'ldirgan mana. Yashang. Mana kashtan ham egizchi qo'y mana Suhrob. Mana kashtan. Mana. Kashtalar ham haqiqatan zo'r ekan. Bunday qo'ydi 10 milliondan kam bermaydi hech kim. Aka, hozirgina 10 millionga men qo'yib keldim. Hozir bo'ldi. Mana shu videoni, mana shundan bitta oldingi videoni ko'rishsam 10 millionga qo'ydim. Otangga rahmat, shu 5 million 800 dan beraman shularni. Mana akalar, 5 million 800 ming so'mdan ketadi. 100 ming 150 ming foydamni qo'yaman. Mana akalar. Nafsga havola chiqsam bu qo'yda 6,5 million qo'yishim kerak. Odamlar 6,5 7 million qo'yyapti bunday qo'y. Suhrob. 5 million 800 dan bo'ldi. Bir joy do'konga dastavka qilib beraman. 10-15 do'konga plus minusi ozgina, ko'p emas, ozgina. Ozgina bo'ladi. U ham tanlab olsa. Shunday. Tayoqdaylarga bo'lsa o'sha narx ketadi. Tayoqdaylarga 5 million 800 erkakchalar. Mana akalar. 10 tadan oshiq mana shunday katta qo'zisi bor, Suhrob. Ha. Mana shunda 3 oylik, 2 oylik qo'zisi bor mana. 10 tadan oshiq mana shunaqa qo'zisi bor. Gap yo'q. Mana. 10 tadan oshiq. Qo'zilari ham uncha emas. O'z qo'zisini o'zi 3 millionlik qo'zi-ku. Yashang aka, haqiqatan qo'zilari o'zi 2,5-3 million sotilyapti. Mana akalar. Kim olsa baraka topadigan, foydasi aniq qo'ylar. Shunday. Olgan odam baraka topsin, maza qilsin aka, mana ko'rsatyapmiz ona bolalarni. Kecha hozir 30 ta deyapsiz, xudo xolasa 1-2 kun kelsa balki 40 ta ham bo'lib qoladi. 50 ta ham bo'ladi, chunki qo'ydi ko'pi yilin, hammasi 90% yilin to'ldirgan. Tushunarli. Aka, bo'lmasa nomeringizni pastda qoldiraman, tezroq telefon qilib baraka qilib olinglar. Akalar bunday qo'ylar tez ketadi. Maza qilib olib boqaman, olaman, o'zim mol qilaman degan akalarimiz uchun yaxshi variant. Pastda nomerlari bor, tezroq telefon qilib baraka qilib olinglar. 5 million 800 ga ona bola olyapman deb xayol qolaversin. 90% tug'ib bo'ladi 10 kun 15 kun. Mana akalar, yashang aka.